Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Bugun har qanday qiyinchilikni hal qiladigan 10 cho'ng duoni qisqacha anlatamiz. 10 cho'ng duoning birinchisi Fatiha surasi. Fatiha surasi Qur'on Karimning birinchi surasi, ayni vaqtda duo va shifo. İkincisi Allahu Rabbi la ushriku bihi shay'a. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu Fatıma radıyallahu anh'a öğretken. Fatıma radıyallahu anh'a balalarına öğretken. Üçüncüsü la ilahe illa ente subhanaka inni kuntu minez zalimin. Bunu Yunus aleyhisselam beliqning qarnida chaqda o'qib Allah Taala'nın yardımıyla erişken. Dördüncüsü hasbiyallahu ni'mel vekil. Bu her qandaq zalimni qo'rqitadigan duo. İnsan zulmga uchraganda, haqsizlikka uchraganda, nayt zo'r qiyinchilikka uchraganda mushu duoni o'qiydi, nayt o'tkir duo. Beshinchisi la havla va la quvvata illa billahil aliyyil azim. Peygamber sallallohu alayhi vasallam buni jannatning xazinalaridan bir xazina degan. Nayt jiq savobi ko'p. Altıncısı istig'forni ko'p aytish. Peygamber sallallohu alayhi vasallam kimki istig'forni o'ziga lozim qilsa, ya'ni hamisha istig'for etsa, istig'for ya'ni gunohlarga tövbe qilib, astagfirullah va atubu ilay desa, har qanday qiyinchilikka hal bo'ldi degan. Yettincisi la ilahe illallahul azimul halim, la ilahe illallahu rabbul arshil azim, la ilahe illallahu rabbus semavati vel ardi ve rabbul arshil kerim degan duo. Sekincisi Allahümme inni a'udhu bike minel hammi vel hazan ve a'udhu bike minel cubni vel bukhli ve a'udhu bike min galabetid deyni ve qahrir rical. To'qqizinchisi ya hayyu ya qayyum bi rahmetike astaghis. Bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nayt bek jiq o'qiydiganligi rivoyat qilgan. 10-si Allohumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfat ayn. Yani bunun hammasini o'qishmi shart emas. Bilsa hammasini o'qib duo qilsa bo'ldi. Agar hammani bilmagan odam mushu duolarning qaysini o'qib duo qilsa, Alloh taolo uning duosini ijobat qildi. Endi sura Fatiha haqida arziq to'xtalaylik. Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, bir kuni Peygamber sallallohu alayhi vasallam o zatqa sana men Qur'ondan bir sura o'gitib qo'yaymi degan kun, albatta o'gitib qo'ysa ya Rasululloh dedi. Shundoq bir sura o'gitamanki, uning ismi sura Fatiha. Ashuningga o'xshash bir sura Tavratda nozil bo'lib boqmadi, Injildimi yo'q, Zaburdimi yo'q ve Furqandimi yo'q. Yani bu Qur'on Karimda boshqa suralar buni o'xshamaydi. Ashundoq bir sura deb o'rgatgan. Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, o kishi bir qancha nafar sahobalar bilan bir yo'lga chiqqan chaqda bir qavmning mahallasini o'tidi. U chaqda bu nayt bir qusiq ichib ketidi, qattiq ussab ketidi. Shundoq bir ahvolda aşı qavmga berib bizga bir azroq bir ichadigan narsa yo yeydigan narsa beringlar, bak uzuq tuligimiz tugab ketdi deganda u nayt bexil qavm ekan. Hadisda qavmin laim deydi. Nayt bexil qavm ekan, hech kim bermaydi. Ondan keyin u odamlar bu sahobalarningki fazilatini, bu sahobalar nayt isil kishilar ekanligini ko'rib, bizningki oqsoqilimizni yilon chaqib olgancha, chayon chaqib olganda arangda bikim o'qib ashunaqa shifolik uchun o'qib qo'ydiganlar bormi degandan keyin Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu turib, men o'qib qo'yma. Biroq sizlar bizga hech qanday bir narsa yaxshilik qilmadinglar, yo usullik bermadinglar, yo yemak ichmak bermadinglar. Men o'qib birma, o'qib sizlardan shuningki haqqini olaman, ujratini olaman degandan bo'ldi bir asib mush aş ko'rinib turgan tog'dagi qo'ylarning hammasini birla agar mushu bizningki oqsoqilimiz saqlayib qolsa degandan keyin Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu nayt bak ixlos bilan sura Fatihani 7 qatim o'qiydi. Shuningdan keyin u saqayib ketadi, sallamaza saqayib ketadi.
Shuningdan keyin bergan qo'ylardan ular bir tog'dagi qo'yni uni qo'shab yana bir tog'dagi qo'yni beryotdi xushalliqdan. Bizningki oqsoqimiz saqaydi deb. Shuncha qo'yamdi. Acha qo'ydan birini suyudi sahobalar ashada. Suyab yeydi. Ba'zi sahobalar bu Qur'on o'qib turib olganni yesak qanday bo'ldi deb ba'zi yemaydi. Ba'zilari yeydi. Shundan keyin bular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yoniga kelib, sahobalar so'raydi buni. To'g'rimi, durustmi, durust emasmi? Bu sura Fatihani o'qib, bu odamni saqaytib qo'yib, shuni qo'yni oldik. Ondan keyin buni yesak bizga durust bo'lamdi, bo'lmamdi deb so'raganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Buludu albatta yanglar, mağma aşınından bir nasibe ayırıp qo'yinglar, mağma beringlar deb tutadi. Shuni degan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhuni chaqirtib, sen bu qanday qilib sura Fatihani o'qiding? Qanday qilib buni 7 qatim o'qiding? Nereden bilding buni? Degandan Alloh menga shunda ilhom qildi, sura Fatihani o'qishni ko'nglimga soldi, uni 7 qatim o'qishni soldi degan. Bu mushu sura Fatiha ve muşu edet yani muşu okuş, muşunun üzü bir şifa bu. Bu şifa, bu dert elemliği yeterlik, aşında bir ilaç bu, şifa deydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hem de dua kılış ibadet. Hem de biz Allah Teala'ga dua kılgan çağda özümüzün acizlikini, Allah Teala'nın güçlüklikini ve ulug'ligini şöyle itiraf qilib turib Allohga o'zimizningki banda muhtoj ekanligimizni izhor qilamiz. Bu har qanday bir ibodatda bo'lishga tegishli ibodatning javhiri bu. Ibodatning maqsadi shu o'zimizni ojizligini Alloh taologa bildirish, Alloh taoloni ulug'lash. Ibodatning maqsadi bu duoda bu naytibek ifodasini topadi. Duoning olimlar deydi ijobat bo'lganligining belgisi şu dua qilishga bizning muvaffaq bo'lganligimiz deydi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu'ningki bir so'zi bor ekan. Duoning ijobat bo'lishining g'amini qilmayman. Duoni men qilman. Duo qilishga ko'ngil bilma. Chunki Robbim menga duo qilishni ilhom qilganda, uni ijobat qilishni tayyorlab qo'ygan bo'ldi. Chunki Alloh ijobat qilmasa meni ilhom qilmaydi uningga deydi degan ekan. Allah Teala dualarını öz rahmeti bilen kabul kıldı. Her kandak duanı Allah öz rahmeti bilen kabul kıldı. Onun için öz hikmeti bilen onu red getirdi. Bazı dualarını derhal icabet kıptırdı. Bu bendinin şu vaktiki menfaatiga uygun, şunun paydalık, şunun yaxşılık bolsa derhal icabet kıptırdı. Bazı dualarını o vakitte icabet qilib bersa onun yaxshi bo'lmaydigan ve keyin icabet qilib bersa yaxshi bo'ladiganligini Allah bilganlik uchun uni keyin icabet qilib turdi. Hatta 7-8 yildan keyin icabet bo'ldi masalan. Yaqub alayhisolamning duosini shunda uzun icabet bo'lganga o'xshash masalan. Yana ba'zi duani bu dunyoda icabet qilib bermay, uning mukofotini oxiratga saqlab qo'ydi. Chunki duolarning hammasini icabet qilib bersa, masalan hammadan boy bo'lay deb ketsa, hammadan boy bo'lib ketsa, u chaqda dunyoning ishlari qanday bo'lib ketadi endi. Bu boyga xizmat qilgan odam qolmaydi, odam bo'lmas qanday bo'ldi. Dunyoda hammadan men doktor bo'lay deb ketsa, hammadan doktor bo'lib qolsa, bu doktorlik yo'lini qanday boqadi? Shunga o'xshash endi Alloh taolo o'z hikmatiga asosan ba'zi duolarni ijobat qilmaydi, ammo duo qilganlik uchun ashi bandiga mukofot saqlab qo'ydi. Endi bir hadisda kelganki, qiyomat kuni Alloh taolo bandiga not katta qasini ko'rsatdi. Shu oltindan hal berilgan. Shunda parpar, shunda yaxshi not hayvatlikda buni ko'rib u banda bu qaysi payg'ambarning qasrisi bu degandan keyin bu sening deydi ekan. Yani bu mening qaysi amalim uchun berildi bu degan keyin seningki qilgan duolaring uchun, dunyoda ijobat bo'lmagan duolarim uchun berilgan mukofot deydi ekan. Shundan keyin banda deydi ekan, kashki dunyodagi duolarimning hech qaysi ijobat bo'lmay, hammasi bo'lsa oxiratga qosilib ekan. Bu oxiratga mukofoti ajab katta ekan buni deb qoldi ekanda. Shunga duoni Alloh taologa chin qalbimizdan
ya'ni chuqum ijobat bo'ldi degan ishonch bilan qilish kerakda. Endi uni pul ketmagandan keyin men qilib qo'yay, foydasi bo'lsa bo'lar, bo'lmas desa, anda qilgandan qilmagan yaxshi uni. U duo ijobat bo'lmaydi endi u. Men qilib qo'yay degandan keyin ijobat bo'lmaydi endi. Men dua qilman, Allah tilayman. Allah cho'qim berdi buni. Allah cho'qim berdi. Ya hozir berdi, ya keyin berdi, ya mukofotini berdi degandek shu. Nima ishonch bilan ayda qilish kerakda. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam deganki, sizlar anda duo qilgan vaqtida inshaalloh ijobat qilib berar degan gapni qilmanglar. Cho'qim ijobat qildi danglar. Sizlar cho'qim shu ijobat bo'lishiga ishinib turib, chin ko'ngilda e'tiqod qilib turib qilinglar degan. Endi shu sura Fatihani 7 qatim o'qisa, har qanday bir qiyinchilikni hal qildiganligi o'tdi endi. Buni har qanday odam Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu o'qigandak, shu zot ixlos qilgandak, shu ishonch bilan o'qisa, uning har qanday bir qiyinchilikni hal qilganda hech qanday shak yo'q. Bu tajriba buloqlar bu, ko'p tajriba buloqlar. Sura Fatiha. Ya'ni eng az, ya'ni 7 o'qish, uningdan jiq o'qisa mayli. Onun az okusuma endi Sura Fatiha endi Alloh taolo qabul qilsa bo'ldi. Endi hadisda oyatda kelganda 7 qatim oyatda kelganda 7 qatim o'qigan ekan Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu. Alloh taolo hammamizning duolarini ijobat qilsin, tinimizni saq qilsin, ko'nglimizni xotirjam qilsin, eng muhimi iymonimizni salomat qilsin. Amin.